Assalomu alaykum Hunarmand TV muxlislari va YouTube tomoshabinlari. Yana bir fayzli xonadonimizda ishimizni yakun qildik. Bitkazdik, xudo xolasa. Ko'rib baho berasizlar. Uchta xona. Bitta mehmonxona, spanli va hayvonchasi. Bu ishimiz Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida bo'lib o'tdi. Patologimiz natijnoy aboylar bo'lgan devorlar. Onda bizni kuzatib boring. Video oxirigacha kuzatib boring. Narxlar bilan hammasini tanishtirib o'tamiz. Qiziq bo'lsa like bosamiz, obuna bo'lamiz. Xo'p. Bu patologimiz natijnoy 140 mingdan kvadrati materiali ustahaq ichiga bo'ldi. Xo'p, gipsakardondan bo'lgan, tegala qo'yilgan, bular hammasi отдельно hisoblanadi. Kvadrat bularni 70 ming so'mdan qilib berganmiz. Aboylarimiz 50 mingdan yopishtirib berganmiz. Bu stena tomonimiz boshqacha bo'lgan, televizor turadi o'rtaga. Boshqacha bir kombinatsiya bo'lib, dekorativniy narsadan, aboydan qilganmiz. Yerlarimiz linoleum bo'lgan. Aboyga keladigan bo'lsak, 260 mingdan aboyni olganmiz. Devorga 7 rolan aboy ketgan. Bu 710 ga 310 xonamiz. Xo'p. Bunga patologiyaga 7,5 million ustahaqi materiali ketdi. Ketdi 7,5 8 milliondan ketgan. Shu aboyni 50 mingga yopishtirib berganmiz. 260 mingdan aboy sotib olishdi. Bu xonalarimizni ko'rsatamiz. Hayvonchamiz ham natijnoy patolog bo'lgan. Xonamiz ham spanli xonamiz. Xo'p, bunga keladigan bo'lsak, bu ham natijnoy. Ustahaqi natijnoy materiali ichiga 140 mingdan qilib berdik. Xo'p, aylanasi bort hovuzli bo'lgan gipsikardon, aboy yopishtirganmiz. Alohida hisoblanadi. Kvadratni 60 mingdan qilib berganmiz. Xizmatlar bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Ishimiz shu Qashqadaryo, Surxondaryo bo'ylab xizmatdamiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat.